Muhtaram birodarlar, Allohning rahmatiga noil qiladigan, jannatga daxil qiladigan ko'p yaxshi amallar bor ekan. Bu amallarda sabr deymiz, o'ziga tavba deymiz, shukr, qanoat deymiz. Yana Allohning jannatiga daxil qiladigan amallardan bittasi har qanday vaziyatda, har qanday holatda Allohning o'ziga tavakkal qilish. Alloh kalomi Qur'onda marhamat qiladiki, o'lmaydigan zot bo'lgan Rabbiz Allohning o'ziga tavakkal qiling. Isa alayhisalom yonlarida hamrohlari bilan o'tirgan paytlarida bir narsani ta'kid qilar ekanlarki, ey birodarlar, bugungi yeb turgan ovqatingizni ertaga qo'yaman demang. Ertangi kun o'zini rizqi bilan keladi. Agar meni gapimga qalbingizda zarracha bir shubha paydo bo'lgan bo'lsa, osmonda uchib yurgan qushlarni qorniga nazar soling. Qushlarni qorniga qarab ibrat ololmasangiz, daryoda suzgan baliqlarga nazar soling. Baliqlardan ibrat ololmasangiz, sudralib yurgan mo'r manahlarga nazar soling. Ayyub alayhisalom boshlariga og'ir musibat tushgan paytlarida, farzandlar o'tda kuyib nobud bo'lib, dunyodan, bor yo'qlardan ayrilib, tanalariga Alloh dard berib qo'yganda ham boshlarini sajdaga qo'yib ibodatda bo'lgan ekanlar. Shunda shayton alayhi la'na kelib, ey Ayyub, Rabbim deysan, Allohim deysan, boshingni sajdaga qo'yib Rabbingga itoat qilib turibsan. Agar Rabbing yaxshi ko'rganda shu musibatlarni boshingga solarmi? Farzandlaring o'tda kuyib nobud bo'ldi. Uy-joy, dunyodan ayrilding. Shuncha musibatlarni boshingga solsa ham peshonangni sajdaga qo'ydingmi deganda Ayyub alayhisalom javob bergan ekanlar. Onamdan tug'ilganda dunyoga yalang'och keldim. Ertaga qabrga ham yalang'och kiramiz. Qiyomatda ham yalang'och bo'lamiz. Dunyoda bir narsani Alloh bersa berdi deb sevinmayman, qo'limdan ketsa ketdi deb kuyinmayman. Allohning o'ziga tavakkal qildim degan ekanlar. Shaqiq roziyallohu anhu, Alloh rozi bo'lsin, ko'p shogirdlarga ilm bergan ekanlar. Bir kun huzurlariga Xotamul Asam degan yigit uzoq yurtlardan kelib, orqalarida ilm o'qir ekan. Qarasalar juda ham bir kamtarin, hokisor inson. Ilm o'qiydi, ortiqcha biron bir gap yo'q. Qolgan paytlarda tahoratxonalarni supurib, odamlarni og'irini yengil qilib xizmatida bo'lar ekan. Aytdilarki, shu insonda bir hikmat bo'lsa kerak. Huzurimga chaqiring, men bir suhbatini olay dedilar. Xotamul Asamni Shaqiq roziyallohu anhu ni huzurlariga olib kelganlarida, ey Xotamul Asam, dargohimga kelib ilm o'qiyotganingizga qancha bo'ldi? Dargohingizga kelganimga ustoz 30 yil bo'ldi. 30 yildan beri orqangizda yurib ilm o'qiyman. 30 yil ilm o'qigan bo'lsangiz, nimani o'rgandingiz, nimani oldingiz? Bugun imtihon davri yetib keldi. Birma-bir o'rgangan narsalaringizni bayon qilasiz, bugun men imtihon qilaman dedilar. Shunda shogirdlari Xotamul Asam javob bergan ekanlar. 6 xil kalimani o'rgandim ustoz. Birinchi o'rgangan kalimam Allohning kalomi Qur'on. Hud surasining 6-oyatida qimirlagan jon egasi borki, rizqi Allohning zimmasida degan oyatni ko'rdim. Hayotga bir nazar soladigan bo'lsam, bahaybat fillarni to'ydirgan, yirtqich hayvonlarga rizq bergan Alloh
Osmonda uchib yurgan kichkina chivinni ham unutmabdi. Chivinga rizq bergan Rabbim, men ham Allohning maxluqiman, bandasiman. O'ziga tavakkal qildim, ibodatiga rivoj berdim. Rizqimni Alloh berar deb Allohdan so'radim. Harakat qildim biz uchun va ibodatiga rivoj berdim dedilar. Bergan bu javobingizdan roziman. O'rgangan ikkinchi kalimangizni bayon qiling. O'rgangan ikkinchi kalimam Allohning kalomi Qur'on. Hujurat surasining 10-oyatida Astag'izu billah innamal mu'minuna ihvatun degan oyatni o'qidim. Musulmonlar bir-biriga aka-uka, og'a-in degan oyatni ko'rdim. Mag'ribda bir musulmonni boshiga musibat yetsa, shuni musibati o'zimniki deb qabul qildim. Mashriqda bir musulmonga xursandchilik yetsa, xursandchiligi o'zimniki deb qabul qildim. Musulmonchilikda misoli insonni tanasiga o'xshashga harakat qildim. To'xtang. Insonni tanasiga o'xshash qanday bo'ladi musulmonchilikda? Boshingizga bir isma kelsa taqsir, kelgan isma tufayli tana rohatda yo'qotadi. Kichkina barmoqqa zirabcha kirsa og'rig'i badanga tatiydi. Bir musulmonga kelgan musibat jami musulmonniki, bir musulmonning xursandchiligi jami musulmonniki deb bildim. Bergan ikkinchi kalimadan rozi bo'ldim. Uchinchi o'rgangan kalimangizni bayon qiling. Uchinchi o'rgangan kalimam dunyoga bir nazar solsam, odam bolasida o'ziga xos do'st, yor birodar bo'lar ekan. Ayniqsa amal, mansab, dunyo ko'payib qolgan paytda, boshingda baxt qushi sayrab turgan paytda, omad kulib boqqanda atrofda do'stlar bisyor bo'lib ketar ekan. Xizmat bormi deydigan do'stlarimiz sanog'ini sanolmay qoldim. Tanimagan yetti yoq begonalar ham qarindosh chiqadigan, tog'angman, xolangman degan odamlar bisyor bo'lib ketdi. Yigit kishini baxti soyaga o'tib, omad yuz o'girib oftobga chiqqunga qadar atrofdagi do'stlarimni ko'pini yo'qotib qo'ydim. Qarindoshman, tog'angman, xolangman degan odamlarni begonadan battar bo'lib ketganligini ko'rdim. Hattoki Alloh uchun do'st bo'lgan eng sadoqatli do'stlarim ham Sirot ko'prigining ustida to'kilib ketganligini bildim. Hattoki umid bilan bir yostiqqa bosh qo'ygan ahli ayolingdan tortib, pushtingdan bo'lgan farzanding ham do'st bo'la olmay qolar ekan. Qiyomatda mahshar maydoniga jam bo'lganimizda, adolat tarozida amallarimiz tortilganda, tarozimizda amali solihlarimiz kam bo'lib, tarozimiz bosmay jahannamning laviga kelib qolgan paytimizda umid bilan xotinimizni bo'yniga oslar ekanmiz. Xotin, men kim edim? Ha, erimiz. Qanaqa er bo'ldim? Yaxshi bo'ldingiz, nafaqayi ahli